Olmapish og'zimga tush deydigan zamonlar o'tib ketdi. Bitiruvchilar, siz hali ham maktabni bitirgandan keyin nima qilishni bilmayapsizmi? Bizda siz uchun zo'r taklif bor. Guliston shahar 1-son texnikumi 9-11 sinf bitiruvchilari uchun 2026-2027 o'quv yiliga qabulni e'lon qiladi. Demak, bizning texnikumda mehmonxona menejeri, logistika markazi operatori, raqamli axborotlarni qayta ishlash, moda va tikuv ishlab chiqarish texnologiyasi, oshpazlik, Yaponiya bilan hamkorlikda yuk va yo'lovchi tashishni tashkil etish va boshqarish, buxgalteriya hisobi va audit, payvandlash texnologiyasi, avtomobillar servisi, oqova suv va suv ta'minoti tizimlari kabi yo'nalishlarimiz mavjud. Bundan tashqari, band bo'lmagan aholi uchun vaucher asosida bepul kasb egallash imkoniyati mavjud. Olma pishishini kutmasdan texnikumga keling. Bizning manzil Xondamir 49, ya'ni eski monomarkaz. Yana ham batafsil ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.